Procrastination. Bu so'z ko'pchilikka tanish bo'lmasligi mumkin, ammo ushbu kasallik hammamizda bor. Jon Miller tomonidan yozilgan ushbu sos, ya'ni savol ortidagi savol kitobi esa ushbu kasallik bilan aziyat chekayotganlar uchun. Procrastination. O'zi bu nima bu? Hammamizda bo'lgan hayotimizda birorta bir ishni rejalashtiramiz, ammo shuni qoldiramiz, delay qilamiz, ya'ni procrastinate qilamiz. Ingliz tilida procrastination, ya'ni ishlarni kechiktirish deb nomlanadi. Agar sizda ham xuddi shu kasallik bo'lsa, siz ushbu kitobni o'qib chiqishingiz kerak. Men ham ushbu kitobni vaqtliroq o'qib chiqmaganimdan afsuslandim, chunki o'zimda ham bu muammo bor. Xullas, kitob qisqasi mana shu shaxsiy mas'uliyat va ishlarni o'z vaqtida qilish, shular haqida. Amerikalik yozuvchi Jon Miller esa bunga hayotidan bir qancha misollarni keltirib o'tadi va hozir o'sha misollar bilan tanishamiz. Shaxsiy javobgarlik dedik, shaxsiy mas'uliyat, shaxsiy javobgarlik, javobgarlik hissi va ko'plab nomlar bilan buni atash mumkin. Miller kitobni boshida mana shunga hayotidan bitta misol keltiradi. Miller AQShdagi restoranlardan biriga kirganida restoran odamlar bilan to'la edi. Faqatgina bitta joy bor edi. Miller o'sha yerga kirib o'tirdi va birozdan so'ng qo'lida to'la patnis, tarelka, boshqa narsalar ko'tarib olgan bir ofitsiant oldidan o'tib ketayotgandi va undan so'radi, sizga biror kishi qaradimi, yo'qmi deb. Bu esa yo'q, hali qaramadi degan javobni berdi. Shundan so'ng u buyurtmangizni berishingiz mumkin deganda Miller 2 ta narsa va Diet Coke, ya'ni parhezli kola buyurtma berdi. Ammo ofitsiant aytdiki, uzr, bizda parhezli kola yo'q, boshqa narsa icha olasizmi deb. Shunda Miller, "Xo'p, unda limonli suv olib keling" dedi. Birozdan so'ng ofitsiant buyurtmalarni olib keldi. Qarangki, keyin u Diet Coke, ya'ni parhezli kolani ham qo'shib olib keldi. Miller qaradi va hayron qoldi. Hozirgina menga parhezli kola yo'q deb aytganlaring-ku dedi. Shunda ofitsiant aytdiki, "Xavotir olmang, buni qo'shni do'kondan olib keldik" dedi. Miller o'zi mana shu shaxsiy mas'uliyat, shaxsiy javobgarlik haqida nutqlar so'zlardi, spichlar qilardi. Bu bolani xarakteri unga yoqdi. Oradan bir qancha vaqt o'tdi va aynan mana shu ofitsiantni ko'rish uchun u kelganda, bola ofitsiant bo'lib ishlamayotgandi. Boshqa bir ofitsiantdan u haqida so'raganda, u hozir boshqaruvchi lavozimga ko'tarildi dedi. Miller bundan unchalik ham hayratga tushmadi, sababi u birinchi marta bolani ko'rganda, bola shaxsiy mas'uliyatga ega ekanligini u bilgan edi. O'zi kitobni sos deb nomlayapmiz. O sos nima degani? Sos bu savol ortidagi savol degani. Ya'ni birorta bir o'zingizga birorta bir voqea, hodisa ro'y berdi hayotingizda va o'zingizga savol berasiz-ku, o'sha siz savolni berasiz. Bu nimani tushuntiradi? O'sha savol ortidagi savolni berishni aytadi. Ya'ni boshqacha savol berishni aytadi. Miller aytadiki, 3 xil savolni hech qachon bermang. Bular nega, qachon, kim. Uni o'rniga qanday va nima degan savollarni beringlar deydi. Video davomida nima uchun ushbu 3 ta savolni bermaslik kerak, shular haqida gaplashamiz. Demak, birinchi berishimiz kerak bo'lmagan savol bu nega. Nima uchun nega? Miller bunda hayotidan bitta ajoyib bir misolni keltiradi. Ya'ni u aytadiki, stress bu tanlov, stress bu hech qanaqa bir bo'layotgan hodisalarga, yon atrofdagi voqealarga bog'liq emas. Stressni hammasi bu tanlov, ya'ni o'zimiz stress bo'lishni tanlaymiz va bo'lamiz deydi. Aytganimdek, Miller bu spiker edi, ya'ni nutqlar so'zlardi jamoatning oldida. Mana shu bir nutqlardan birida u xuddi mana shu fikrni aytadi. Nutq tugagandan so'ng ertasiga uning emailiga bir ayoldan maktub kelgan bo'ladi. Bu maktubda aytilishicha, xafa bo'lmang-yu, lekin gaplaringizga umuman qo'shilmayman. Stress bu tanlov emas, u atrof muhitga bog'liq, ya'ni atrofimizdagi odamlarga bog'liq deydi. Bu uchun menga 1 oy bering va men sizga nima uchun bu fikringiz noto'g'riligini isbotlab beraman deydi. Qarangki, 1 oydan keyin u Millerga qaytib yozadi va uzr so'raydi va aytadiki, to'g'ri aytgan ekansiz, stress bu atrof muhitdagi narsalarga emas, o'zimizga bog'liq ekan deydi. Miller sababli biror bir voqea, hodisa ro'y bersa, misol uchun ishga kechiksangiz, tirbandlik bo'lsa, ishlaringiz o'xshamasa yo bo'lmasa qo'l ostidagi xodimlar bir yaxshi ishlar qila olmasa, nega degan savolni bermang. Uni o'rniga nima va qanday degan savolni beringlar deydi va u savolni o'zlaringga beringlar. Masalan, kim bunaqa qildi, nimaga bunaqa qiladi, nega, ya'ni nega demanglar, kim demanglar. Nega ular bunaqa qiladi degan savol o'rniga, buni to'g'rilash uchun men nima qilishim mumkin
degan savolni beringlar deydi. Demak, nega degan savolni bermaslik kerak ekan, bu haqida gaplashdik. Ikkinchisi esa bu qachon. Qachon degan savolni ham hech qachon o'zlaringga bermanglar deydi va hayotidan bitta ajoyib bir misolni keltiradi. Xullas, Miller uydan omborxonaga olib chiqib qo'yish uchun 1-1,5 metrlik kattalikdagi bir oynani olib chiqadi va uni basketbol savatchasi ustuniga tirab qo'yadi. U hali omborxonaga kiritmagandi va lekin miyasida mana shu bir o'y bor edi, shuni kiritib qo'yishim kerak degan. Hammamizda ham bo'ladi-ku, bitta ishni qilamiz deymiz, turadi miyada, hozir qilamiz. Shu bilan kechishib qoladi, shu bilan ertasi kun bo'lib qoladi. Xuddi shu voqea Miller bilan ham sodir bo'ldi. Va kechkirganda bolasiga bir ish buyurganda, tashqaridan bir narsani olib kelish haqida, bolasi tashqariga chiqqanda taraq-turuq ovozlar eshitilib ketdi. Shunda Miller birdaniga bildi, bu o'sha oyna deb. Qaradi, xayriyatki bolasiga hech nima qilmagandi va o'sha voqea bunga qachon degan savolni bermaslik uchun yaxshi dars bo'ldi. Demak, nega, qachon degan savollarni bermaslik kerak ekan. Bular haqida gaplashdik va oxirgisi kim? Kim bu ishni qilishi kerak? Nimaga bu ishni qilmagan hech kim? Nimaga kim shunaqa savollarni bermanglar deydi. Bunda ham hayotidan bir misollar keltiradi. Kitobni o'qib bilishlaring mumkin. Juda ham ko'p misollar keltirib o'tilgan. Hozir gapirsak gap ko'p, video cho'zilib ketadi. Soz hech qanaqa diniy kitob emas, ammo undagi bitta duo meni hayratga soldi. Duo, ushbu kitobda duo keltirilgan. Jon Miller amerikalik yozuvchi. Bu musulmonmi, xristianmi, boshqa dindanmi bilmayman, lekin ushbu duo juda ham musulmonlar o'qisa ham bo'ladigan bir duo ekanda. Unda shunday deyiladi: Tangrim, menga o'zim o'zgartira olmaydigan odamlarni qabul qilish uchun xotirjamlik va men o'zgartira oladigan yagona inson uchun jasorat va o'sha inson menligimni anglash uchun zakovat ber deydi. Qaranglar, qanday bir zo'r duo ekan. O'ylaymanki, buni har kim ham har kuni aytib yursa bo'ladi. Xullas, shunaqa gaplar, o'rtoqlar. Agar kitob tahlil sizlarga yoqqan bo'lsa, kitobni olib o'qishlaring mumkin va umuman olganda kitobni tahlil qilish usuli va umuman ushbu loyiha yoqayotgan bo'lsa, like bosinglar va izohlarda fikrlaringni qoldiringlar va keyingi kitob qaysi bo'lishini xohlashlaringni ham yozib qoldiringlar. 230 kishi bo'ldik. Hammaga kattakon rahmat. Tez orada 300 ta bo'lamiz degan umiddaman. Keyingi video tahlillarda ko'rishguncha, xayr, sog', omon bo'ling. Assalomu alaykum.